O'zbekistonning yana ikki qishlog'i Qirg'izistonning tarkibiga o'tganini eshitdingizmi? Gap Cho'ng'ara va Toshtepa qishloqlari haqida ketmoqda. Ular avval Farg'ona viloyatida edi, endi Qirg'izistonning Botken viloyatiga qo'shiladi. U yerlarda yashovchi taxminan 2,5 ming nafar aholiga Qirg'iziston fuqaroligini berish rejalashtirilgan. Bishkekning bildirishicha, bu chegarani aniqlash ishlari doirasidagi yer almashish natijasi. Bu qishloqlarda etnik qirg'izlar yashaydi. Mazkur qishloqlar evaziga Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga chegara hududidan teng miqdorda yer ajratdi. Toshkent hozircha bunga rasmiy izoh bermadi. Bu masaladan siyosiy bahs yasamaslikni so'ragan Alag'ozov almashtirilgan yerlar ko'rsatilgan xaritaning bir qismini ham e'lon qildi. Qirg'iziston tarqatgan xabarda aytilishicha, Soy qishlog'idan Tayan qishlog'i tomon avtomobil yo'li qurish uchun ham 236 gektar yer maydoni tengma-teng almashilgan. Bu ma'lumot O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Qirg'izistonga tashrifi vaqtida ma'lum qilindi. Biroq O'zbekiston rasmiy idoralari mazkur o'zgarish yuzasidan alohida bayonot bermayotgani tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Agar So'x tumaniga koridor berilgan bo'lsa, yaxshi kelishuv. Agar koridor berilmagan bo'lsa, qayerdan yer berildi va alishishdan qanday foyda bizga? Bu O'zbekistondan Qirg'iziston tarkibiga o'tayotgan birinchi aholi punkti emas. 2024-yilda Farg'ona viloyatiga qarashli Qorayantoq qishlog'i ham Qirg'izistonga qo'shilgan edi. U yerda ham aholining asosiy qismi qirg'iz millatiga mansub bo'lgan. Shuningdek, o'tgan yili Qirg'izistonning Barak eksklavi to'liq O'zbekiston tasarrufiga o'tgan. Evaziga Qirg'iziston boshqa hududdan 208 gektar yer olgan. Barak aholisi esa O'sh viloyatiga qurilgan yangi Barak qishlog'iga ko'chirilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani belgilash jarayoni Markaziy Osiyodagi eng uzoq cho'zilgan hududiy kelishuvlardan biri hisoblanadi. Bu masala bo'yicha muzokaralar 30 yildan ortiq vaqt davom etgan. Yerlarni aniqlashtirish bo'yicha 2017-yildan boshlangan ishlarning asosiy qismi 2022-23 yillarda amalga oshirildi. Jarayonning yakuniy bosqichi 2025-yilga to'g'ri keldi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1314 kilometrni tashkil etadi. Ayrim hududlarda ikki davlatni birgina yo'l yoki qo'shnilarning devori ajratib turadi. Qiziq jihati shundaki, chegaraning ikki tomonida yashovchi qo'shnilar ikki xil vaqt mintaqasida hayot kechiradilar. Qirg'izistonning vaqti O'zbekistondan 1 soat oldinda. Ya'ni bir tomonda soat 8 bo'lsa, yo'lning narigi betida 7 bo'ladi. Qirg'izistonning tarkibiga 2 yil avval o'tgan Qorayantoq qishlog'i aholisining aytishicha, ularning soatlari hali ham Toshkent vaqti bo'yicha ishlashda davom etmoqda. Yer almashuv bo'yicha batafsil maqolani BBC.com saytining o'zbekcha sahifasidan o'qishingiz mumkin. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Albatta yozing.